Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz ve muhterem, şundaqla suyumluk Şarq Türkistanlık qarindoshlarım. Yana uzoq bir aradan keyin yuz ko'rishdik va bu yuz ko'rishishga nisib qilgan Allohga hamd aytaman. Hammanglarni Allohning go'zal salomlari bilan salomlayman, qarindoshlar. Başlaştım burun, yani timini körüp doğununladık, hazırkı zaman ve gelgüsünün uruşları ve bunun içindeki uçur uruşu degan bu timini başlaştım burun, azırak ilavem var. Dostlarının seğinip gitişidin, münafıklar ve galçılarının rahatsız bulunduğundan ilhamlanıp karşımlara çıkıp vardım. Keyinki günlerde muhaciret cemiyetimizde misli görülmegen kanımı vakaları hemmeylenge ma'lum. Bu kanımlarda yani içiden kan kitiş vakaları bu. Bunun sebebi hükümetinin yeni bir ketim bohrallardan köksünü girip galip çıkanlığı. Galip çıkış bilen bile 70 netçe yıllık muhaciretki atalmış dava tarihinde misli görülmegen Aktaşlık kitabını meydana keltirişi ve Şarq Türkistan kimlik kartını taqitishi tüpeyildim barlık gelgen kanımalar bu. İçiden kan ketiş vakaları. Bu kanımalarda mening mevcutluğum, bilmeyman, ben hükümette emas olmasa hükümet karıştırdık Allah menimi ketip qaqşayıp atıptırmış. Mening mevcutluğum münafıklar ve saran yoki garan galçılarını rahatsız qiladiganligi bayqaldi. Bunu hemmanglar ko'rib turibsizlar, lekin men boshqalardan anglayman. Rostini desam, anda galcha, chupochichak, kappari kepakning bir nimalarini ko'radigan vaqtim yo'q, uningga ko'rishga taqatim yo'q. Burunmu görmeydim, hazır mı görmeymen, bundan kimmiş o? O xiyallarda bular, şimdi görüp duruvatkandek amaketlerce, men kim dep oylaş lazım ana be. Senin bir nimeni görüp, sarağımı ben bakardın vakit sırap kılıyor. Bunu şu başkalardan uqtum, şunda bir işler bakayım. Endi bu kadar qanaşning sebebi Xitoylarning cho'chib ketishidan keladi. Xitoylar tashkillaydi buning aqida Xitoy istixbarotining ko'rinmas qo'llari bor. Balkim bu g'alchilar o'zini bilmaydi uni. Kim, nima sababdan, nima deb kuch ko'rdi, buni o'yloqchiligi yo'q. Nima uchun bu kadar qanaydi bu Xitoyning? Asli qanash u yerdan kelyapti. Çünkü Aktaşlık kitap muhacirette bir ziminin davasını kıladigan davaçılarda buluşqa tegishlik bir qo'llanma, bir dastur. O. Eğer bir chet ellik sen nima qilib yuraysan? Seni derdin nima, maqsading nima desam mana deydigan qo'limizda bir maddi ispat
yoki moddiy bir qomus. Buningdan birinchi desa, uningga damali tanlaydigan hech narsa yo'q o'tirdi. Ana qilib, mana qilib, shu ketadigan gap. Mana mushuni ko'rsang, hammasi bor. Tariximizmi bor qisqacha, mustamlik ahvolimizmi bor qisqacha, bugungi hayotimizmi bor, bizning maqsadimizning nima ekanligimi bor. Hamma narsa yig'inchoqlangan, kirislangan bir hujjat qarindoshlar. Bugungicha bu bo'lmagan. Xuddi qariga chashqan o'ynagandek, ko'zni tengib olib, tam tutib mengib yurgan bir ahvolga o'xshashdi. Da'vo deyilayotgan narsa. Aş vay, biz en yoğunu biz deyip alıp bağın teşkilatlarımı. Ya niyeti yok, ya umaç yok bunu kıyıdek. Ya ki akıl şunçilik onu oylap görgen yok. Bu tuncu qetim meydan kilivatıdır. Bu dava tarihimizdeki devir bölgüç bir ahval bu. Büyük bir netice bu kardeşler. Onun için Xitayning qanaydı bunun. Tabii halde Xitayning qanaydı ve bu mantiqiga uygun. Tamamen akılga uygun. Onun kanısı buludu. Ama bizdek Uygur sözleydigan yüzünü Şark Türkistanlık deydiganlarning nima uchun qanaydı? Bu hayran kılarlık bu kardeşler. Senin nima uchun qanaydı? Vay akılsız. Bu mesele. Demek ki muşunda ahval bayqaldı. Mening mevcutluğumdan bek rahatsızmış. Endi bu hal tabii ki bana ilham oldu bu. Nima uchun ilham bo'ldi? Düşmanning qilmish etmishlari her qachon biz uchun bir aynak qarindoshlar. O aynakda biz to'g'ri xatoni ko'ra olamiz. Düşman chanshidimi? Düşmanning qonidimi? Demak biz to'g'ri yo'lda biz haqiqatan ahamiyatli ish qildik deya olamiz. Ve bu mening mavjudligimning bu qadar putlishi aqlimga shularni keltirdi. Ben bir Müslüman. Elhamdülillah. Onun için Müslüman sifatida ölümni arzu qilaman. G'alchilarmi mening o'lishimni arzu qiladi. Ama buningdagi ma'no o'xshamaydi. G'alchilarning arzusini bilasizlar, uning mazmuni. Mening arzu qilishim fani nuqtasidan. Fani nuqtasidan millatning bu kadar berbat, bu kadar birice, bu kadar kichik bola ve bu kadar kazzap halini shundaqla texmi qo'rqinchli bo'lgan etisini ko'msamkan degan arzudan iborat. Fani nuqtasi. Baqi nuqtasidan Allohga muloqot bo'lishga aldirash. Arzu bu. Nima uchun fani nuqtasidan bu arzuni qilaman, qarindoshlar? Bu millatning mushu holatini aşı vatanda bo'layotgan o kadar qo'rqinchlik o holatdagi bir millatning chet eldagi a'zolarining maholatini, berijiligini ko'rmaslik uchun o'limni arzu qilish ne demek bu qarindoshlar? Çünkü ben yarım asırdan ko'proq bu yo'lda izlendim. Muşu milletinin azatlığı yolunda izlendim.
Şuna sizlar tek ko'ranmayotgan romantik, fantazi tasavvurlarda qaymiqib yurgan bir muncha ahvolni men real ko'rib turibdiman. Buning uchun. Endi yana bir izohatim bugungi kunda mushunday bir temaga nima zaruriyat bor edi deb qolmasligim uchun shuni eskartdim. Asli buni istixbarat haqidagi yurishlik videolar uchun hozirlagan bir tema ekan. Keyin voz kechib ketganman. Mushunga o'xshaydigan yana bir muncha temalar borki. Yaqinda bulardan ba'zilarining muhimligini eshitib qoldim. Garchi sizlarga qanchalik yuqidi, qanchalik odam tushunadi, qanchalik tatbiqlanadi. Ko'nglimga ayon bo'lsa-mu, yanala so'zlay deb o'yladim. Nima uchun? Zamonni, o'zimizni, o'zgini bilibroq harakat qilsak, bilibroq ish va so'z harakat qilsak, foydali bo'lishini hammanglar bilasizlar. Bek bilibitimiz bas. Mana shuning uchun. Mana shuning uchun zaruriyat his qilib qoldi. Endi temaga kelaman. Yuqoridagi munosabatsiz gaplarga vaqtinglarni ag'anligim uchun kechiringlar. Endi temaga kelsak, olimlarning qarashicha kunimizdagi urushlar va kelgusidagi urushlarda armiya asosiy omil yoki birdan bir omil emas. Chunki kunimizda yuzma-yuz urushlarning yerini bargan siri yuzlashmaydigan urushlar olmoqda. Bu haqda burun biroz to'xtalgan esimda qilishicha. Simetrik urushning o'rniga asimetrik urush dastlab. Bugungi kunga kelganda urush e'lon qilinmaydi. Vaqtlik elib berildi. Muxoliflar matbuot orqali saxt xabar yo'li bilan paychiq bozoriga moddiy hujumlar bilan, iqtisodiy jazolar bilan raqib davlat ichidagi qurolli guruhlarni qo'llash orqali va yoki tinchlik harakati, namoyish, norozilik harakatlari orqali yollanma askarlar, boshquriladigan bombalar, insonsiz uchoqlar, jon olg'uchi viruslar, hatto qonuniy paydo qilingan satchiliklar, skandallar orqali elib beriladigan bo'ldi. Uchur urushining asosiy strategiyasi. Diqqat. Uchur urushining asosiy strategiyasi düşmanning irodasini sundirishga qaratilgan. Büyük ijtimoiy kültürel guruhlarning tuyg'ularini va chekinish psixologiyasini manipulyatsiya qilishga yaraydigan kayfiyat moslashish, siyosiy muqimlikqa aloqador faoliyatlarda bo'lish orqali o'y fikrlar, qilmishlarga ta'sir ko'rsatish uchun uchurlarni manipulyatsiya qilishga moyil ilimsel hujumlardır. İlimsel urush asosiy sistemning jonliq yönini, yani her ulusda bo'lgan kültür, tarix, til, an'analar, ideallar yoki o'y fikrlar o'rtaq nishonlarga vakillik qiladigan yadroga zarba berishni nishon qiladi. Bu yadro ideologiya sifatida tushuniladi. Ve bu ideologiya bir millatning o'tmishini, bugunini ve kelgusini bir-biriga bog'lagan nishon ko'rsatkichidir. Bir qurolliq to'qinishni, insonshunoslik analiz ve ma'lumotlarni chetki kanalda tadqiq qilishga urinmak, to'qinishning kulturel sabablarini tushunmaslikka
ve şunun bilen uruşning sebeplerini ravurs bilmeslikka ip baradi. Aldınqı söhbetimizde şu uruşqa alaqadar bir söhbet olan. Müddetde kültür uruşu müddetde manınlamaldık emas. Onun mesela aldıda qaraq bir söhbetimizde. İnsan şunaslar, etnologlar, etnograflar, yani milletşunaslar ve milli iradişunaslarning bugun kuruşlarda armiya bilan birga harakat qiladigan bo'lganligini deb o'tgan. Tarixdagi nurg'un istilah harakatlari mustamlikalashtirish harakatlarini kuzatadigan bo'lsak, bugünkidek nazariylashgan va angliq, planliq shaklda bo'lmasa-mu, mustamlika harakatlaridan burun yeni mustamlika rayonlariga boradiganlarning din taqat kuchlar bo'lganligini, andın mustamlika siyosatining ijrochilari va armiya bo'lganligini ko'ramiz. Bununla dünyadan bir misal berishga to'g'ri kelsa, Yevropada konu mustamlikchilar Asiya, Afrika devletlerini istila qilishdan burun, mustamlik qilishdan burun avval missionerlarni yuvatgan. Din taqat kuchlar bor. Bir mashhur Afrikalıkның bir sözünü to'g'ri yo'llagandim, uning ismini unutdim, kechiringlar. Uning so'zi shunday dedi. Yevropalıklar bizga dastlab kelganda Yevropalıklar Afrikaga dastlab kelganda bizning yerlarimiz vardı qo'limizda. Ularning qo'lida Injil bor edi. Ko'zimizni yuminglar birlikda duo qilaylik dedi. Ko'zimizni yumib duo qildik. Keyin ko'zimizni ochgan vaqtimizda Injil bizning qo'limizda o'tibdi, yerlarimiz ularning qo'liga o'tibdi degan. Asli yaldingmi deyman. Ha, ashunda. Yani missionerlar sifatida bağlılar amaliyotda bu gruppaning ichida boshqalarmi bo'lishi mumkin, ya'ni istixborot turidiki va u millatni tadqiq qiladigan insonshunoslar. Endi buni bizning amaliyotimizga qo'yadigan bo'lsak, vatanimizning tunji istilasida Zozongdan Lenjo'ga tushgan qilib oylarcha Sharq Turkiston xalqining mijoz xuluqlari haqidagi ma'lumotlarni tadqiq qilgan va bu tadqiqotlarga asosan askarlarga nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak to'g'risida ta'lim berdi. Oxirgi istilada Jallat Wang Jin o'xshashli Lenjo'ga tushgan qilib Zozongtangning tajribalarini askarlarga o'rganish qildi. Faqat Zozongtangning o'rganish qilgan bo'lishimi natayin yeni ma'lumotlar, yeni istixborotlarni o'rganish qilingan. Aniq. Ve bunun maksat nima edi? İstila qilinmoqchi bo'lgan millatning ojizliklari nima? Sezgir nuqtalari nima? G'azabga keltiradigan omillar qaysi? Ularni xo'sh qiladigan qaysi? Buni tushunmaydi. Ularning vazifasi, yani dastlabki evatilgan
aşıl mehman sifatida yerliklerle karşılaşmaydigan bir grup bular. Karşılaşmaydigan ular bilen dostana muamelede bulduğan bir grup bular. Ularning vazifasi yerlik kültürünü tadqiq qilishga va uni tushunishga majbur vaziyatdagi dastlabki istilochilardir bular. Ashlarmi istilochi. Xuddi oldingi video deyilgandek eng dastlabki aguvchilar hamon yerlik kültürü bilan moslashish tutumida. Yerlik kültürge hürmet tutumida. Diqqat qilinglar. Xitoyning qiyganlarini eslanglar. Hürmet tutumida bo'lishqimi majbur bo'lib, yerliklarga yaxshi ko'rinish, o'zini qabul qildirish maqsadida bekmi royish bo'lishi mumkin. Va bu jarayonda yerliklarni qanday kontrol qilish, qanday parchalash va irodalarini sundirish ustida tadqiqotlarni yurgizdi. Bir-biriga qanday dushman qilgan bo'ladiganligini qatorliq. Bilishsal hujumlar orqali dushmanning o'y fikrini, qilmishlarini, kayfiyatini, moslashishchanligini, siyosiy muqimligini ta'sirga uchirtib, tirajash irodasini sundirganga qadar uchurni kontrol qilish moyillik qildi. Bo'libmi uchur urushi orqali sistemaning jonliqligiga yoki ulusga xos bo'lgan kultur, tarix, til, an'analar, ideallar va o'rtaq nishonlarga vakillik qiladigan u o'zga qaratilgan hujumlar qilinmoqda. Bir ulusni bevosita harbiy harakat bo'lmay turib ojizlashtirish va yo'qotish uchun uning bu ideologiyalik yadrosi yo'qotilishi kerak. Chunki ideologiya bir ulusning kechmishini, bugunini va kelajagini bir-biriga bog'laydigan ko'rikdir. Bunda o'tdiq-ku. Buning uchun. Ya'ni uni o'tmishdagi iftixorlik tarixidan ayirib o'tish. İftixorlik ajdodlarining ish izlarini bilmaydigan qilib o'tish. Oldingi videoda munosabatlik mazmunlar so'zlanganda, bugun Xitoylarning bizga qarshi qilayotgani yuzlashmaydigan urush va yuzma-yuz urushning har ikkisi. Sosyal matbuotlardan unumli foydalanmoqda Xitoylar. Bizga bizning tipimizdan bo'lganlarni xush qilib selib, energiyamizni quritish, zeriktirish, to'yg'izish, fikriy qalaymiqanchilik tirish qatorliq psixik urush elib beryapti. Ommaviy matbuotlar hamma uchun o'rtaq bo'lganiga ko'ra, bizmi uningdan foydalanib Xitoyga qarshi asimetrik urush qila olamdik? Qilyapamdik? Biz hozirgi zamon urushlari temizda mana shu ehtimollikni ko'zdan kechirib chiqamiz. Har kim o'zining nima qila oladiganligi haqida bir tasavvurga kelishiga ilhom ato qilishga tirishamiz. Sürkülüşler, isyonlar, muxolifatchilik harakatlari kültürel farqdan manbalanadiganligini deb o'tgandik oldingi videoda. Kültürel farqdan manbalanadi sürkülüşler. Bizga yot bo'lgan bir kültür bizni besishga, o'zining kültürünü singdirishga urinsa, andan bizning qarshiligimiz kelib chiqadi. Sharq Turkistonlik bilan Xitoylar orasidagi sürkülüş mana shu kültür farqimizning bo'lganligidan maydonga kelmoqda. Agar Sharq Turkistondagilarni Xitoy bo'lgan bo'lsa, qanday bo'ladi? Faqat konu bir hokimiyatni ag'durgan yangi Xitoylar vatanimizga kelgan bo'lsa va u yerdagilar Xitoy bo'lgan bo'lsa, sürkülüş bo'lmaydi. Bu yangi kelguchilarni o'zimizning tipidan bu kelganda tezli qabul qilgan bo'ladi. Mana shu kültürel farq tufaylidan
Şark Türkistanlıklar Xitaylarni öz deb hech qachon qabul qilmaydi. Bugungacha qabul qilmay keldi. Endi Xitaylarning bo'lg'usi sürkülüşlerden tamamen qutuluş maqsadida kültürel farqni yo'q qilayotganligini mı deb o'tdik. Bugungi qilayotgani mana shu. Aş kültürel farqni yo'q qilsa, Sharq Turkistonlik emas, Jungulik qila olsa ularni ve İslam dinida bo'lgan musulmonligini o'chirib tashlab, Xitoyga o'xshash dinsizlardan qila olsa, shundaqla Türk til oilasidagi tilini yo'qotib, Xitoy so'zlaydigan qila olsa, qanday bo'ldi? Bu kültürel farq o'chidi. Bu o'chgandan keyin Xitoyga bo'lgan qarshilikni o'chidi. Mana shuning uchun Xitoy kuchayapti. Kültürel farqni yo'q qilish uchun. Nazariyalar shunday ko'rsatdiki, isyonchi bir guruh agar xalqning qo'llashiga erisholmasa, bir guruh qonunsiz unsur bo'lib qolaveradi. Buni bizning amaliyatimizga qo'yadigan bo'lsak, xalqimizda millatchilik tuyg'usi yetilmaganligi, vatanparvarlik tuyg'ularimi burmalanganlik uchun. Burmalangan degani, Jo'ngxona vatanim deydiganlik uchun. Her zaman inqilab hareketlerini qo'llamaydigan Xitoy tashviqotlaridan besh cho'glab qolgan vaziyatda turib kelganlik sababli intayin osondagi buzg'unchi unsurlar atilishdan qutulanmaganligini ko'rib yetamiz. Xalqimiz azaldan tashviqot bilan shakllantirishlarga uch holatda, ya'ni hech qanday mudofaasi yo'q holatda. Nima uchun? Xalqimiz hech qachon davlat kültürü planliq singdirilgan keçmişi bo'lmaganlikda. Davlat kültürü deganni xeyli burunqi bir videoda deb o'tgan qarindoshlar. Her qanday bir davlat hokimiyati usti qurilmaning barliq vositalariga tayinib, ma'rif, matbuot, hatta o'yin tomosha turidagi teatr, kinolargacha hamma vositalarga tayinib, davlatning jonijon manfaatlari taqozo qilgan bir kültürni, bu kültür davlat kültürü deb ataladi. Davlat fuqarolariga singdirishga tirishadi. Bu buni programmalik, planliq holda olib boradi. Qadam bosqichlik holda olib boradi. Her qanday davlat qiladi buni. Bunun ba'zilarini biz sezalaymiz, ba'zilarini hech sezmasdan qabul qilib ketamiz. Mana buni davlat kültürü singdirish, bu davlat tarafidan qilinadigan ish. Endi bizga kelgan vaqtimizda bunday bir keçmişimiz yo'q. O'zimizning bir hokimiyati, o'zimizning davlati tarafidan planliq holda davlat kültürü singdirilmagan bizga. Unda bir keçmişimiz yo'q. Shu sababdan xuddi oqqagan etizdeklan bizning altimiz. Oq tashlangan etizdek. Shunga Xitoylar bu oqqagan etizga o'zi xohlagan ziroatni terib, usul oladi. Xalq qo'ldirildi, zulm ichida bo'lishiga qaramay, baxtli ekanligiga ishontirildi. Tajovuzchi bo'lishiga qaramay, o'zlarini qutqazuvchi sifatida qabul qildira oladi. Bu hal bir milliy gavda bo'lish sifatida bizning nomusliq keçmişimizdir. Bugungi va kelgusidagi urushlar matbuot urushi yoki uchur urushini asos qiladigan bo'lsa, u holda bu urush haqida az to'la savodimizning bo'lishi non demaydi.
Həmminlərə məlum bolğan Ərəb baharı, Şimali Afrikada başlanğan Ərəb baharı. Əxpun inqilabi dəbmi ataldı. Əxpun, yeni yasalğan söz. Əqillik telefon deganning qisqartirilgan shakli. Bunday atalışının səbəbi bir inqilab hareketini bir telefondan başlatqılı bo'ladiganligini ko'rsatdi. Bir WhatsApp to'ri orqali bir inqilobni boshlatish, ergashuvchilarga inqilobning yo'lini ko'rsatish va shu aqpundan turib qo'mondonlik qilishning tamamen mümkünlüğü ispatlandi. Dünyavi torlaşkan amavi matbuatlardan taqalgan xabar yoki hikoyalarning rast yolg'ini ayrılışqı ulguymasdan dunyoni bir cho'glaydi. Mana buni bir kapolat sifatida foydalanishga bo'ladi. Bu haqda yana bir video qilishimiz mumkin bu mazmun haqida. İnsan psixikasidagi yuchuqlar degan mavzuda. Ya'ni qarindoshlar cho'qim so'rashi mumkin, insonning psixikasida yuchuq bo'lamdi deydi. Va shu videoda biz bu yuchuqlarni aydınlaştırib turamiz. Bu yerda deyilayotgan ommaviy matbuotlardan tarqalgan xabar va yoki bir hikoyaning rost yolg'onligi ayrılışqı ulguymasdan dunyoni bir cho'glaydi. Diqqat qilinglar bunga. Rasmiy yolg'onmi? Hech kim buning rost yolg'onini ayirishga urinmasdan qabul qiladi. Xalqning padiga o'xshaydigan yerining birisi mana bu. Ya bu rasmi yolg'onmi deb hech kim surishtirmaydi. Xiyoliga kelmaydi. Uning uchun bu bir kapolat. Ya'ni bu bir foydali taraf. Agar foydalanuvchi bo'ladigan bo'lsak, foydali taraf bu. Agar biz emas, Xitoy foydalanayotgan bo'lsa, Xitoy uchun foydali, biz uchun qo'rqinchli ziyonli taraf bu. Burunmi deb o'tganimizdek, uchur urushi davrida hujum qiyg'ichi g'alaba qildi. Buning sababimi shu, eliq yuchuq. To'g'rimi, xatomi deganni surishti qilmay qabul qiladigan bo'lg'achqa anglag'uchilar. Hujum qiyg'ichi g'alaba qildi. Hujumga uchragandan keyin qo'g'danmoqchi bo'lish behudalikdir. Ya'ni sizning haqqingizda bir hikoya taqaldi. Hamma xalq uni qabul qilib bo'ldi. Falonchining ishtini yo'qmish, ichilib qoptimish degandan keyin hamma odam ichilib qopti deydigan. Endi siz uning keynidan qo'pab birmuncha dalil isbot bilan ishtinin bati desangiz, xalqning quloqiga kirmaydi. Haliqi dunyoni bir aylanib bo'lgan xabar yoki hikoya rost bo'lsin, yolg'on bo'lsin, allaqachon o'z ta'sirini ko'rsatib bo'lgan bo'ladi. Bundan qanday foydalanish kerak? Bizning planlashimiz kerak bo'lgan tashviqot mana shularni nazarga olishi lozim. Dushman bundan unumli foydalanyapti. Ammo biz bilib bilmay dushman tashviqotiga yangiratqi bo'lib beryapmizki, o'zimizning bir tashviqot plani bo'lib boqmadi. Buning sababi umum e'tirof qilgan bir markazning bo'lmaganligidandir. Yuqorqilardan darhol aqlimizga kechidigini nima? Agar tushungan bo'lsak, aqlimizga bir nimalar kechadi tabiiyki, ammo tushunday bunday bir ovoz qushning sayrishini anglagandek
o'tkazib yutib qolgan bo'lsa, aqlimizga hech narsa kechmaydi. Bugun tor to'plarda, ommaviy matbuotlar va telefonda bo'ladigan to'plarda elib berilayotgan tashviqotlarni nima deb tushunishni o'ylashib baqa. Qanday tushunasiz shularni? Biz bu qulaylikdan foydalanib Xitoyga qarshi kurash qilib o'tibdimizmi? Yoki o'zaro ichki urush qilib o'tibdimizmi? Endi yana shuni deyish kerakki, istixborotning o'zgarmas bir prinsipi bor. U prinsiplardan biri nima? Tasodifiylik ishonmaydi istixborot. Tasodifiylik ishonmaydi. Bu ajinda to'g'ri gap qilish kerak. Tasodifiy ajinda bir futbol gap qilish kerak. Bularga istixborotda o'rin yo'q. Istixborot tasodifiylikka ishonmaydi. Har qanday bir ishning, har qanday so'z harakatning oqisida bir harakatlantiruvchi bo'ladi deganga ishonadi. U holda bizning bugungi tor to'plarda qilayotganlarimizning tasodifiy emasligini his qila olamiz. Gerçi galvanlar, saranglar, aqldan ozganlar ve umumiy milliy manfaat nima, shaxsiy manfaat nima? Bütün milletning manfaati nima, tor guruhning manfaati nima? Buni ilg'i qilinmaydigan aqlsizlar Xitoyning bu g'idiqlashlariga, bu yo'llantirishlariga uchayotganlar. Uni aqli bilan idrok qilinmaydiganlar, uni yangratquchisi bo'lib berayotgan. Buni eliq palanchininki, o'zininki shunday nima eski nima, shu eskiligidan qilyotadi. Bunda kichiklashtirib tafsir qilish xato. Nima uchun ba'zi to'plar yoki ba'zi tashkilotlar va ularning hamtovoqlari bugungacha vatan millat uchun hech qanday ta'siri bor bir harakatni qilib boqmagan turib, vatan millatning ovozi bo'layotgan surgun hukumatni qoralash tashviqoti olib bordi. Hatto buning jon jahli bilan butun zehniy quvvati, vaqti, energiyasini sarf qilib o kadar kahramanlarca hükümetke karşı teşvikat uğraş kıldı. Bu fakat şahsiyetçilik, kıtıgorluk mudur? Ya ki teximi çonkur, ya ki teximi korkunçluk, güçlük bir ak görünüşü var mıdır? Bularını tahlil kılıp bir xulasıga kelish uncha ters olması gerek. Belki oylaysizlar, falanchi, ya bu qanday Xitoyning adami bo'ladi. O'zi eski, o'zi shunday qitig'or nima ichi yomon, shu ichi yomonligidan qiladi. Bu tafsirlar xato. Istixborotning qanday ishlaydiganligini hozirgacha sizlarga anglatgan bo'lmadi. Istixborot o'zi tasodifiylikka ishonmaydigan bo'lishiga qaramay, ashunda tasodifiyliklarni yarata oladi qarindoshlar. Uni o'zlashtirdi. Odamga o'zlashtira oladi shuni. O'zim qilyapman deb o'ylaydigan qilib oladi. Uni bilmasligi mumkin. Agar aslab baq, seni kim quturibdi desa, o'zim aslayolmasligi mumkin. Agar u aslayolsa va eng boshda meni falonchi quturibgan deyolsa, istixborot olmaydi u. Kichik bolaning o'tida o'ynagandek ish bo'lib qoladi. Istixborot ashunday harakat qiladi. Ashal samanning ostidan suv yugurtish usuli deganni so'zlagan tuqqi burunqi istixborot
videolarda. Samanның астыдан şunda bir su yugurtudi ki, bu suvning zodi qayerdan chiqib kelganini bilinmay qolasiz. U g'idiqlanadigan nuqtalaringizni intayin yaxshi bilganlikdan shunday bir g'idiqlaydiki, xuddi o'zingiz o't elib, o'zingiz g'azabga kelib, o'zingiz teshayotgandek his qildirdi sizni. Shunga aqlingda kim bor desangizmi, u debranmaydi. Ammo istixborot bor, %100. Bularni tahlil qilsangiz, bir xulosaga kelish ancha tez emas. Endi harakat tarzi, ilib berilish jarayoniga diqqat qiladigan bo'lsak, ko'ramizki, yemirma faoliyatlari dastlabda yerlik xalq nazarida bo'lish bilan birga dunyo xalqi oldida sistemaning innovatiga va ishonchligiga jiddiy ziyon solishni maqsad qilgan, planlangan va keskin bir strategiya izidan yurgiziladigan harakatlarni ko'rsatdi. Harakat tarzi degan. Bu haqda tor to'plardagi Uyg'ur tilliqlar tarafidan elib berilayotgan tashviqotlarni ko'rsatish mumkin. İcra qilish bosqichlarida yemirma qalaymuqallashtirishları har qachon hokimiyatni yemirish nishon qilgan bir jurish harakatlar ba'zida zo'rliq kuch ishlatilmaydigan faoliyatlar bilan maydonga chiqishga moyildir. Dastlabki maydonga chiqish tarzi shunday. Buzg'unchilik harakatlari, terror, partizanlik urushlari ve teşvikat qatorliq hareketler mushu jarayonda maydonga keldi. Hatta ichki urushlar, bugungi urushlarning xarakteri uchur urushi bo'lishligi bilan qurolliq inqiloblarni keltirib chiqaradigan boshlanish, rivoj, taraqqiyotlar, burunqi maxfiy varaqchi taqitish, maxfiy gizit chiqarish, tamlarga, kechilarda varaqchi chaplashlarning o'rnini ommaviy matbuotlar olganligini ko'ramiz. Tarihi, siyasi, iqtisadi, ijtimoiy, kültürel unsurlar her zaman tinchlikni buzishni niyat qilganlar tarafidan foydalanib ketilmoqda. Yuqorida sanalganlarning o'zila hokimiyatlarni og'dirish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Yana diniy, siyosiy, ijtimoiy, ideologiyalik loyihalarga ega radikal osti kulturlarga ehtiyoj bo'lishi cho'qim. Qandaqlı olmasın, her xalqda, her millette gıdıklanadigan tarihi sezgir noktalarga tayinib, istixiylik hareketler, maqsadlik hareketlerge burilinishi mumkin. Xuddi bizning 1930-yillarda Qumuldan boshlangan istixiylik qarshilik hareketini aslidan niyatlarida ma'lum siyosiy maqsadi bo'lganlar foydalanib, aniq nishoni ve siyosiy g'oyasi bo'lgan harakatga aylantirgandek ve neticede tunji islom jumhuriyati qurilgandek ahvollarni misol qilish mumkin. Bilasizlar, 1930-yillardagi aniq 31-yildagi inqilob aslida maqsadsiz, nishonsiz, birdamlik g'azabdan tug'ilgan qarshilik harakati edi. Yani bir Xitay 105'sinin Uyghur kızını xotinlik qilmoqchi bo'lgan zo'rambozligidan kelib chiqqan. Bu hareket kengayib, Qashqarga kelganda bo'lsa, aslidan davlat qurish g'arizida izlanayotgan Sobit Damolla, Mamtimin Bug'ra qatorliq bir turkum avangardlar tarafidan foydalanib, maqsadli qarshilikqa aylantirilgan edi. Buni hammanglar yada bilasizlar. Endi uchur urushidagi yana bir nokta. İnsanni qurolga aylantirish. İnsanni qurolga aylantirish. Düşman kuchlarga qaratilgan ayblashlar, cho'kirishlar, e'tiborsizlashtirishlar, jinoiy bir shay kuchini ko'rsatishga bag'ishlangan tashviqotlar yo'li bilan insonlar qurolga aylandi. Xuddi kommunistlar da
işçilar sınıfı, rahbari sınıf deyilib, inqilobning avangardlari qilinganidek, yana qabila tuzumidagi yerim ibtidoiy xalqlarda eng jangovar bir qabila yoritilib yoki ulgu qilib tiklanib, qo'zg'olonlarga boshlamchi qilingandek, har qanday bir inqilob harakatida ma'lum sinf, guruh, qabila degandeklardan bir jangovarlar guruhi yaratilishi zarur. Agar qabilalarning ichida shunday bir tayyasi bo'lsa, uni g'idiqlab texmi o'tkirlashtirish kerak yoki bo'lmasa yaratilish kerak. Yana bir eslatma. Bu yaqinlarda o'tirg'i tashlangan yurtvozlik, bir xil g'idiqlash, boshqalarning o'g'isini qaynatish orqali bir avangardlar sinfini borliqqa keltirish urinishidir. Bu orqali insonlar orasidagi normal raqobatlar, yurtlar orasidagi manmanlik qatorliq foydalangani bo'ladigan lekin omillar to'liq joriy qildirilib, g'azab qo'zg'ash, daydayga selish, o't quyruqlik qilish qatorliq usullar bilan eng kuchli qarshi raqobatchi to'plardan xuddi ishchilar sinfi, rahbariy sinf o'rnikida bir yangi sinf yaratilishi mumkin. Ammo sinf a'zolari o'zlarining kuch kiritganligining farqiga yetmaydi. Yoki farqiga yetguncha ulgurmay ishlar iziga tushib, qarshilik harakati yemirilmas bir iqimga aylanishi mumkin. Bir necha yil avval qarindishimiz Mamtimin Ala bir kitob e'lon qilgan edi. Uyg'urlar psixologiyalik urushda. Buni qanchalik Uyg'urning o'qiganligi bir boshqa tema, qanchalik Uyg'urning hazm qila olganligi texmi jiddiy bir taraf. Ishonamanki, o kadar ko'p emas. O kadar ko'p emas. Bu kitobning muhimligi buningdagi ilmiy operatsiya o kadar cho'nqur. Biz uchun o kadar doğru bir kitap. O'zimizni bilishga va dushmanni bilishga qarab. Nayta afsuski tushungan odamning tayini yo'q mening qarashimda. Dal shundoq qarindoshlar. Dal shundoq. Uyg'urlar psixologiyalik urushda. Biz bugun nayt kuchli bo'lib qolmay, nayt murakkab bir psixologiyalik urush ichidamiz. Buni his qila olayotganlar nayt oz odam. Bu tarafı meselenin texmi qo'rqinchli tarafi. Tor toplarda tarqatilayotgan fitnalar nimaga qarshi? Xitoy qarshimi? Nima uchun? Bularni so'roqlab beqiyotgan qancha Uyg'ur bor? Deylikki, misol uchun, hukumatga qarshi fitnalar tushirish urinishlarini desak, buningdagi zaruriyatni, ya qat'iy endi qilmasi bo'lmaydigan zaruriyatni, keraklikni, ya buni qilish cho'qim kerak, buni qilmasak bo'lmaydi deydigan keraklikni, ta'xirsizlikni, kimga foydali bo'lishini so'roqlab baqqanlar qanchalik? O'zdan so'rab baqqanlar bo'ldimi? Yoki yenidikilardan so'rab baqqanlar bo'ldimi? Deylikki, bu şekilde sorusun bo'ldi. Mana nima ziyon qildi? Mana nima yomonlik qildi? Millatga nima yomonlik qildi? Millatning siyosiy orzusiga qanday xiyonat qildi? Agar xiyonat qilmagan bo'lsa, bu qitg'urlik, bu dushmanlik, bu g'azab, bu ichiga patmay teshib qaynab ketib qolgan bu qadar o'chmanlik nimaga? Sebep nima buningda? Savollarga bo'lishliq javob topolmasa, demak dushmanlik bilan qilayotganligi aniqlik erishgan bo'ladi qarindoshlar.
buzg'unchi guruhlar, terroristlar, qurol mutaxassislari, portlovchi ishlab chiqaruvchilar, yoshirin axborot boshqaruvchilar, siyosiy berishur tarqatquchilar, aloqachilar, kompyuter qaroqchilari qatorliq mavqelarda bo'lishi kerak bo'lgan haqiqiy aktivlar mana shu guruhdan rahbarisini deb akiltilgan guruhdan bo'lishlar kerak. Özümüzün hazırki bugünkü günüge tatbiqlangan mazmundan chiqdik qarindoshlar. Mana bu umumiy bir qarshilik tashkillashning nazariyasi. Yani buzg'unchi guruhlar, terroristlar, qurol mutaxassislari, portlovchi ishlab chiqaruvchilar, yoshirin axborot boshqaruvchilar, siyosiy berishur tarqatquchilar, aloqachilar, kompyuter qaroqchilari qatorliq bu vazifalarda bo'lish kerak bo'lganlar kimlar bo'lish kerak ekan? Heliqi avangardlar guruhidan, ya'ni rahbariy sinf deb akiltilgan guruhdan bo'lishlar kerak. Bo'lmasa ish yurmaydi. Mana shu yadro, bu yadro harakatlantiruvchi kuch guruhlari sirtida yoshirin emas. Oshkora harakat qiladigan qo'llovchilar, ergash kuchi omma bo'lishi kerak. Omma deyilgan hamon aqlimizga Franz Lebonning omma psixologiyasi kechadi. Omma harakatga keltirilsalar bir to'p talvalarga aylanadigan, aqlini ijaraga berib o'tib, hech narsani o'z aqli bilan o'ylaydi emasdan guruhga yoki o'zi tava bo'lgan to'pga topshirib qo'yadigan. Pada bo'lganligi uchun tarixni ostin ustin qilib yetalaydigan ommaviy harakatlar maydonga keladi. O'z masalamiz haqida o'ylaydigan bo'lsak, deganlarni o'z ishimizga tatbiqlamoqchi bo'lsak, to'r to'plar, ommaviy matbuotlardan foydalanib, Xitoyning baloyi ofat ekanligi haqida tashviqot to'lqini qo'zg'ab, dunyoning diqqatini qo'zg'ashga tirishishimiz kerak bo'ladi. Yani nima uchun dunyo Xitoyni xavfli bir dushman deb qaramayotdi? Nurg'un davlatlar nima uchun Xitoy tarafda turyotdi? Nurg'un davlatlar uni o'zlariga yordam beryotdi deb zannetyapti. Bu Xitoyningki o'zini tashviq qilishidagi muvaffaqiyatidan. Onunğa qarşı təşviqatның, onun əsli çömpərdisini içib taşlaydigan Əbdi-Bəşirisini, yavuzluqini, niyetideki qaralıqni içib birdigan qarşı təşviqatның bulmağanlıqıdır. Əgər biz başqa xalqlarning bizga bo'lgan isidaşlığını qo'zg'aymiz, Xitoyga bo'lgan qarshiligini qo'zg'aymiz deydi ekanmiz, bu bugungi ommaviy matbuotlar qulayligidan to'g'ri foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xitoyning yovuzliklarini echib, boshqa millatlarning ko'zini qo'rqitishimiz kerak bo'ladi. Bir qo'rqinchli maxluqni tasvirlashimiz kerak bo'ladi. Afsuski, nayta afsuski. Mushundaq tashviqot qilayotganlarga, ya'ni Xitoyni böbük o'stadigan tashviqotni qilayotganlarga qarshi Xitoy istixboroti uyushtirgan tashviqot do'lqiniga qitilib ketayotganimiz ko'rilmoqda. Nima qilayotganligimizni anqamay, kimning depini chelayotganligimizni anqamay, Xitoyni dunyoga böbük o'stayotgan tashviqot qilayotganlarga qarshi tashviqot, ularni tushirish, ularni obro'sizlantirish, ularni iblislashtirish tashviqotiga qitilib ketayotganligimiz ko'rilyapti qarindoshlar. Bu
Mavzuda aşınçılık sözleymen qarindoshlar, herib ketdim to'g'risi, ikkinchi qitim so'zlashim. Ma qiriqlikdan ma rekordni basmay bir qitim so'zlabdim. Hammanglarning niyat qilgan büyük ishlarda, axloq chegaralari, musulmonlik chegaralari ichida qilayotgan va qilmoqchi bo'lgan ishlaringlarda Alloh yordamchinglar bo'lsin. Hammanglarni Allohga topshirdim. Keyingi qitimliq ko'rishguncha xayr, xo'sh. Alloh